Yazıcı Abdurrahim Ötkür'nün öz namlıq tarihi romanının davamını anlatımız. Yaş idik. Uzun səfərgə atlanıb manğandı biz. Endi atqa mingidək bo'p qoldi ana navrimiz. Az idik. Müşkül səfərgə atlanıb chiqqandı biz. Endi cho'ng karvon ataldı. Qoldirib cho'llarda iz. Ay bu kunlarda o'lim degan nima qora tugaga o'xshab qoldi. Tova, uni joziga beshig'i salla o'rab, pariji to'n kiyib olgan tog'dan tulki ishkanligini nerdan bilay? Uyg'urlarda qushnidan aldaydi. Odamni so'zlagan maqol borligi Petr inilarga ma'lum. Ammo da el yurtni qo'yib, Urumchiga chiqmaydigan ish edi. Ofatni tugitib, yurtning omonligini saqlash maqsadida 6 sentabr kuni harbiy sud ko'mirni etib tashlashga hukm chiqardi. Mana qo'zg'olonchilarga qilich so'qib bergan Aka-uka Yusuf va Yunus ustalar. Ularni o'zi so'qqan qilich bilan qonga bo'yashgan. Mana qo'zg'olonchi ayol Ro'zixon. Qirxolda urilgandan keyin nomga surgun qilinib, yo'l ustida jon bergan. Yana kimlar? Birmuncha kishilar Şamaqsut bilan Yeshinfoning qilichidan beshini qochirib, yiroq yoqi yurtlarda sargardon bo'lishga majbur bo'ldi. Shunday qilib 1907-yili atiyasi boshlangan To'rpaq yig'iliqi shu yilning yoz o'ttirlarida jallodlarning qilichi bilan qonga botirildi. Balam, endi ish bo'lmadi. Qarab turib o'lishning o'rni yo'q. Sen mo o'z jiningni elib qoch. Bu ay bu kunlarda o'lim degan nima qora tugaga o'xshab qoldi. Udul kelganda oyimay kaylab tashlaydi. Temir xalpa Urumchi shahriga qochib kelib, atsala yana bir qonliq voqeaning shohidi bo'ldi. Qilishlarni yalang'ashtirgan Manju cheriklari dumbisiga taxta qistirilib, qo'llari bog'langan ikki kishini o'ttirg'i elib, ko'chadan o'tayotgan chig'ida yüzlеген kishilar ularning orqasidan yugurishdi. Temir xalpa bir qarabla yorti g'o'jamat bilan Dolichi Ibrohimni to'nib qoldi. Bu ishkaylan boyiqa qo'zg'olon kunlarida xalq tarafidan tayinlangan 12 vakilning boshliqlari bo'lib, ular Manju xonning Xinjiangdagi bosh harbiy ma'muriy amaldori Yuandao xonga Shamaxsut ustidan arz qilg'ili kelgan edi. Cheriklar ularni Urumchi shahrining sharq darvozasi sirtiga yolib chiqdi-da, birdamdala beshini tenidan judo qildi. Temir xalpa Dinko'rikdagi horvikashlar dengiga qaytib kelayotganda, do'qmish-do'qmishda to'planib, 4 burjaklik yo'g'on tomga besilgan e'lonlarni o'qiyotgan kishilarni ko'rib qoldi. Orig'i siqilib kirib, Xanzucha, Uyg'urcha yoziqlarda yozilgan yo'g'on xatlik jazo e'lonini ko'rdi. Ma'lum bo'ldiki, yana shu Shamaxsutning talabiga binoan Jongjung Yamul bu ikkaylarni o'limga buyurib, qolgan hamrohlardan bir nechasini uzun muddatli qamoqqa elibdi. Bir nechasini yoqi yurtlarga surgun qildi. Bir oydan keyin yana bir qonliq voqea Urumchi xalqini ig'ir musibatga soldi. Yani shu Manju cheriklari qo'ltiqidan izmilanadigan uzun ko'k chopon va qora lotxay kiygan bir kishini boyiqi sharqi darvoza tarafga haydab mengishdi. U kishining qo'llari bog'liq, dumbisiga taxta qistiruqliq edi. Temir xalpa bu kishini tanimadi. Bu kim bo'lg'aydi? Keyin ma'lum bo'ldiki, bu kishi texi yaqindala Qumulga tayinlanib borgan yiliqa ombal bo'lib, Qumuldagi qo'zg'olonga hissaslik bildirganligi.
Bo'libmi o'zi xonlik hukumat ma'muri turib, ichkiri o'lkalarda Manju xonga qarshi bo'layotgan to'polonlarning xabarlarini fuqarolarga tarqatganligi. Şinjangdamı xonlikqa qarshi ma'lum harakatlarda bo'lganligi uchun Jangjung Yamul tarafidan o'limga hukm qilingan. Yarim yil ichida Qumul va Urumchida bo'lib o'tgan bu voqealar. Bu to'kilayotgan qip-qizil qonlar Temir qalbini boshqacha bir odam qilib qo'ydi. U nimanidir xiyol qiladi. Nimanidir istab topqisi keladi. O'z yuragining nimagidir talpinayotganligini sezadi. Shunda xiyollar bilan yurib, Urumchi shahrining shimoliy tarafidan selinayotgan yo'g'on bir butxona qurilishida 2 yillik umrining o'tib ketganini to'ymay qoldi. Ammo bu butxona qurilishida ishlab yurib, Turpanliq Mo'ydin, Urumchilik Gamaza Tungandek nurg'un kishilar bilan tanishib, jon-jigar do'st bo'lishib ketdi. Ular bilan paranglashganda o'z oralarida qandoqdir bir o'xshashlik borligini sezadi. Qayoqqidir ketishayotgan bir karvonga qo'shilib, uchaylan birga ketayotgandek his qiladi. Bu karvonning nega berib, nada to'xtaydiganligini bilmasimi, uningdan zada ayrilmaslikning lozimligini tushungandek bo'ladi. Shu arada, ya'ni 1909-yil 26-may kuni Urumchi aholisidan necha yuzlagan kishi Qizil but oldiga to'planib, Manju xoniga qarshi namoyish o'tkazdi. Temir qalba o'zining Gamaza Tungan va Mo'ydinlar bilan birga namoyishchilar sepiga qandoq qilib kirib qolganligini sodili bilmay qoldi. Bir chaqda cheriklar taraf-tarafdan o'q yog'dirishga boshladi. Maydon qonga bo'yaldi. Xalq to'pi tarqaldi. Uchaylan qechib ketib o'tib, Mo'ydinning oqsayotganligini ko'rib qilishdi. Temir qalba Gamaza Tunganning yordami bilan uni hopash qildi-da, Gamaza Tunganning uyiga keldi. Gamaza Tunganning onasi bir nimalarni surkab yorini tangdi. Shu yilning kuzdagi Tavus chog'inida Gamaza Tungan Temir qalbi bilan Mo'ydinning o'z uyiga boshlab keldi. Uyda bir yot kishi o'ltiradi. U kishimi yiliqi chipilib ketgan qumul ambiliga o'xshash qo'ltiqidan izmilanadigan uzun ko'k chapon va qora lotxay kiygan uzun bo'yliq bir odam edi. U odam ular bilan uzoq paranglashdi. Gamaza Tungan uning gapini uyg'urchaga o'rib beradi. Ma'lum bo'lishicha, ichkarisida Manju xonga qarshi karomat ishlar bo'layotgandek. Bu ishlarga Sunjung San degan kishi yo'l boshchilik qiladi ekan. Uning maqsadi Manju xonligini o'rib tashlab, Mingo qurish va yerga igdorchilik huquqini tangsash ekan. Mingo degan so'zni Gamaza Tungan uyg'urchaga o'rganmadi. Mingo degan nima? Yiliqi kishining qayta tushuntirishicha, Mingo degan fuqarolarning o'zi quradigan davlat degan bo'larmish. Davlat boshlig'ini fuqarolarning o'zi saylarmish. Hozirgidek bir xon o'lsa, o'rniga uning o'g'li xon bo'ladigan ishlar tugarmish. Ondaqda bizmo Shamaqsni o'rivsak, vanglik tugaydi ekanda. Uning o'rniga o'g'li Apyunkesh Nazar vang bo'laman deb suran sololmaydi ekan. Dal shundaq. O Apyunkesh vang bo'lolmasa, Apyunga pulni nerdan topar? Xom yozib kelsa, men pul deb beraman. Shu yili yozda Temir qalba No'g'ay masjid qarmog'idagi turar joylar qurilishida ma'dikorlikda ishlab yurib, bir tatar muallim bilan tanishib qoldi. Bu qansharlik kelgan xushbichim yigitni Haydar apandi deb atashadi. Ular bara-bara do'stlashib ketdi. Haydar apandi Temir qalbining qumulliq ekanligini bilgach, bir kuni uningdan to'rpak yig'ilqi to'g'risida gap so'rab qoldi. Temir qalba bu yig'iliqning jarayonini tafsiliy so'zlab kelib, yengilib qilishdagi tub sabab xalq quruq qo'l edi dedi. Haydar apandi Temir qalbining fikrini quvvatlab, misol tariqasida
1905-yili Rossiyaning Petrograd shahrida bo'lgan qonliq yakshanba voqeasini tafsiliy so'zlab berdi. So'zining oxirida ezilgan xalqning zulmdan qutulishi uchun qurol bilan birga bilim bo'lishi lozimligini ta'kidlab mundaq dedi. Sizlar Uyg'urlar uzun tarixga ega madaniyat xalq edinglar. Turkiya tilida so'zlashadigan xalqlar ichida hammadan burun sizlar yiziqni ijod qilgan. Bu yiziq nurg'un Turkiy xalqlarga o'rtoq yiziq bo'lib qolgan. Hozirgi Mo'ng'ul yiziqimi qadimki Uyg'ur yiziqi asosida maydonga kelgan. Qadimki zamonlarda Uyg'urlardan ajoyib zo'r olimlar yetishgan. Chingizxon va uning avlodlari hukmronlik qilgan zamonlarda butun davlat ishlarini idora qilish va ilm-fan o'rgatish Uyg'ur olimlarining qo'lida edi. Tatar xalqlarimi Uyg'ur olimlaridan ko'p narsalarni o'rgangan. Endi biz sizdan o'rganamiz. Agarda har millat bolalarini o'qitish ishlariga bir oz hassa qo'sha olsam, baxtiyor bo'lar edim. Sizning bolangiz bormi? Texi o'ylanganim yo'q. Nesib bo'lsa, Uyg'urlarga kuyovg'il bo'lmoqchiman. Har ikkalan samimiy kulishdi. Shundoq qilib, Urumchi qishda istutak, atiyozda patqoq, kuzda bo'ron yomg'ir, qishda qordan beri kelolmaydigan bir shahar bo'lishiga qaramay, To'mirning qalbida cho'nqur iz qoldirib bormoqda edi. U barg'an seri xiyolchan bo'lib qoldi. Gohi kechalarni uyqusiz o'tkazdi. Uning yuragi qattiq siqilgandek bo'lib, nimanidir istaydi. Nimigadir intiladi. Pat-patla nima qilish kerak deb o'zidan so'raydi. Hey, to'rpaqlar. Himmatinglar cho'ng edi. Niyatinglar o'ng edi. Ammo shahar yezillarda tura olmay, taqqa chiqsanglar, yo bo'lmasa, tog'liqlar bilan bir bo'lsanglar, ish bo'lakchi bo'lurkan to'q. Chiqin, tog'da ko'prak chaqidi. Qora bulut qo'yiq yerda, havo qattiqroq guldirlaydi emasmi? Uning ustiga tog'da margan ko'p. Qora miltiq bo'lsa-mu, miltiqda. Shomaqsning gang miltiqlarga tayoq to'qmoq bilan tankagil bo'lurmidi? Ajab ish bo'pti-kan. Qora toshga o'yib qo'ygan xatkimi chin pitkili bo'lurmidi? Uning ustiga u tosh Shomaqsning o'rdasi oldida tursa, nima qilaman desa shuni qiladi. Hay, yog'och qozonda birla osh pishidi. To'mir xalqining o'z xiyollaridan chiqargan xulosasi ana shu edi. Qish chiqib atiyoz kerak deb qolganda, To'mir xalqining inisi Shakirdan xat keldi. Buvoyi qattiq og'rib yetib qopti. Bu xabar To'mir xalqining Qumulga qaytish niyatini tezlatdi. U Qumulga borganda, buvoy allaqachon yerlikida yetib bo'lgan edi. Uzun o'tmay Mo'mayma qazo topdi. Niyat uzatish va nazarchiroq o'tkazish bilan bu aka-ukalar qarzga bo'g'ilib, oxirgi bir etis yeri bilan eski tomliqlardan ayrildi. Uning ustiga Shomaq Sutvon o'zining bey amaldorlariga "Ishit samirsa, egisini tishlaydi. Qo'l samirsa, g'ojisiga yonidi. Puhro deganni gajgisidan bisib, qimirlay olmaydigan qilish lozim. Oyda 5 kunlik olvonni ig'ir ko'rgan bo'lsa, endi 7 kunlik olvon qildiringlar. Bo'lmasa, yig'iliqda tatgan chiqimlarimni qandoq to'ltib olaman?" deb yangi yorliq tushirdi. Alning kuni texmo qariyib, beshida kech kunduz tugman cho'rkilaydigan bo'ldi. Shuningdan keyin To'mir inisi Shakir bilan maslahatlashib, "Endi bu yurtda turg'uchiligimiz qolmadi. Taqqa chiqib ketayli. Hech bo'lmasa, yotqili o'nkir, qolg'ili shopur, eshak samon, qo'rsoqqa to'pon tepilar" deb uy makonsiz qolgan bola chaqalarni Qo'ray degan taqqa ko'chirib ketdi. Qo'ray Qumulning shimolidagi Tiyanshan tog' tizmalari markaziga joylashgan tog'liq yesa. Uning shimol va sharq tarafi egiz tog' tizmalaridan, g'arb va janub tarafi edirliqlardan iborat edi. U chaqlarda Erg'oytu, Qizilyar, Qo'ray, Nerin, To'rik, Ko'shuta degan 6 mahalla bir do'rg'iliq yer bo'lib,
umumiy nomi Qo'ray deb ataladi. Köşötidin boshqa mahallalarning hammasi Temir degan tog'dan keladigan yaqin bo'ylab bir g'o'lga joylashgan edi. Bu iqlimi mo'tadil, o'l yig'ini ko'p, yozliqi qattiq issiqdan, qishliqi ochiq sovuqdan xoliroq yer bo'lg'achqa, teriqchilik va mol beqishga atlik edi. Biroq terilg'i yerlar bilan uloqlarning hammasi degudek Shohmaqsudvon bilan uning baglarining qo'lida edi. Dehqonlar asosan yerlarni ijaraga elib berdi. Umumiy nupusi taxminan 1600 kishi edi. Aholi 60 kilometr yiroqlikdagi Qumul bozoriga ko'tek harvalarda o'tin, tangni opirib setib, bir qism ehtiyojini ta'min qiladi. Nesivsiz beliqchi Bag'dod daryosidami beliq tutolmas. Ajalsiz beliq quruqliqdimi o'lmas degandek, Temir oilasi Qo'rayga kelgandan beri bir oz hollanib qoldi. Bo'libmi uning yog'ochchiligi obdan asqatdi. Biroq o'zi zodilib tinch turolmadi. Uning yuragi qafasdagi qushdek tipirlaydi. U qandoqdir bir ish qilmoqchi. Ish qilgandimi, ancha-muncha emas, Qumul zaminida 3 asrdan ko'proq yildiz tartgan vangliqni. Bu vangliqning hammadan uzun hukm surgan, hammadan qattiq qo'l vakili Shohmaqsudning taxtidan o'rib o'tmoqchi. Bu oson gap emas. Yolg'iz otning nadi chingi chiqqanba. Shunga Temir keyinchalik ega bo'lgan bo'z etiga yog'ochchilik jabduqlari silingan teri xurjunini ortib, birer yil ichida Qo'raydan boshqa tog' rayonlarini aralab chiqdi. Nurg'un kishilar bilan mungdashdi. Putig'i cho'riq tartib, teri shalvor kiyib yuradigan bu odamlar ichidan ajoyib zehni ochiq, g'ayratlik, oliyjanob kishilarni tepib, ular bilan do'stlashdi. Butun kambag'allar, hatto holliqroq kishilarmi Shohmaqsuddan tezroq qutulishni orzu qiladi. Nerin kirliq Saparqul bilan Nurul bo'g'ularmi ana shundoq kishilardan edi. Ulardan o'zi 40 yoshga kirgucha texo anglab baxmagan ajoyib gaplarni anglab, texomi ko'zi echildi. Mengayotgan yo'lining to'g'riligiga texomi ishandi. Endi Barkulgimi berib kelishi lozim edi. Chunki Barkul Manju cheriklarining muhim o'visi bo'lib, torpaq yig'ilgani qonliq qilchi bilan bostirgan Manju cheriklarining Barkuldan keltirilganligini Temir xalpa obdan biladi. Qachondir bir chaqlarda Barkuldan tugichilarning oqsoqoli bo'lib yurgan Ashraf Shangyo degan kishi 2 yil oldida Shohmaqsudning g'azabiga uchrab, Shangyolikdan ayrilib qolg'achqa, Shohmaqsud desa uning quyuq chochlari tik turib ketadi. U Barkuldagi cherik yomuliga haraq, tamaka, ko'ktot tepib berib yurgachga, cherik boshliqlari bilan berish kelish qiladigan bo'lib olgan edi. Temir ana shu Ashraf Shangyo orqali cheriklarning ahvolini o'qish maqsadida Barkulga bormoqchi bo'lgan va safar qullar bilan ko'rishib o'tish niyatida bugun Nerin kirg'i kelgan edi. Baya aytganimizdek, Temir xalpa oy qizning ko'nglini yasab ba'zi gaplarni qilgandan keyin Saparqul bilan parang'i tushdi. Gap orasida o'zining Barkulga nemishqa ketayotganligini aytganda Saparqul: obdan xiyol qilsan, ukam. Ashraf Shangyo cho'qim bizga qarshido. Shu arada Ravixon mo'may gapga aralashib: "Ukam Temir axun, ata niyoz so'rg'ining kishilari kasi nima degulik?" Qiziqkansan ana. Nima degulik degan onimisi? Biz uningga qiz qarizlarmi toq? Atu murtatlar kelib paqsutchu, jajisini o'zim beraman. Bu gaping to'g'ri. Ko'nilada tadbiring qandoq bo'lsa, taqdiring shundoq bo'lar debdikan. Bizmi unda qozonga mundoq cho'mish degandek bir amal topmaymizmi? Nima amal? Buning amalini o'zim qilay. Hammasi oy qizning gapini anglab hayron bo'lib qarashdi. Ravixon mo'maymo ansirab darhol orqasidan chiqdi. 4-bob
kuch sinishdan keyin Yiqilgan kelishqi to'ymas, badniyat xuyini qo'ymas. Uyg'ur xalq maqoli. Shu oqshimi Niyoz To'rg'ining kigiz shirdoqlari bilan bezalgan tom uyidimi oy qizning taqdiri ustida jiddiy parang bo'layotdi. Egiz payili qora chiroq uyning ichini xilili yo'rtib turadi. Oriq o'yining po'qicho'ng deb bu gadaylarning gipi bakli yo'g'ango. Safar qil degan qeri tejmal nima bo'ldim deydi ekan. Dedi Niyoz To'rg'a g'ajilab bo'lolmagan so'ngakni zarda bilan dasturxonga tashlab. Andin dasturxonning bir burchigida ochko'zlik bilan go'sht yeb o'ltirgan kishiga ho'miyib qo'ydi. Bu Safar qulning uyiga elchi bo'lib borgan Ahmad Ko'rik degan kishi edi. Ha, shuni demamla To'rg'am. O'liqa omon qul degan haromzodining menga mushtangligini ko'rsatdi. Xo'p, qipta. To'qni o'ttirdim bo'lanmay, mishtak miyovlab kagicha adibini berib qo'ysam bo'lmamda. Shunimiza, sening iting Ahmad Ko'rik. Quruq qoqildashdan bo'lakni bilmaysan. Kayimsla To'rg'am. Ahmad Axundimo gunoh yo'q. Zaman oxiri bo'lganda tejmallarga munguz chiqib qoladi degan rost gap o'xshaydi. Bu safar qil degan bir nima menimi ko'zga ilmaydigan bo'lib qoldi. Men nimali bo'lsa, jamoatning imomi emasmidim. Davlatlar soyisida ho'shir imom desa, meni o'sh kitobni bilmaydigan kishi yo'q. Alhamdulillah. Zade, bu xotin taloqning adibini berib qo'ymasam bo'lmaydi. Nadiki bir qozoq qizini o'g'limga loyiq ko'rib, chiroyli so'rasam, degan gapini qarmamdigan. Endi ko'rgilikini ko'rsin. Qanday qilay deydilar hojam? So'radi ho'shir imom. Odamlarim bilan berib, bosh ko'ziga savayman. Ondan o qozoq qizini oldimga silib haydab kelaman. Bir samni bir ko'rib qo'ysin. Savar qilsizlar To'rg'am. Go'harni tashqi urg'ili bo'lmas. O'zladigan yurtning chungi. Qishning ochiqida chaponni o'tqa tashlabdi degandek, o qeri tejmal o'zlagi yenib qo'ysa yaxshi bo'lmay qolurmikin. Onun ustiga heliqi omon qul degan haromzodisi to'limi qariyaman bir nima bo'pti. Hech kimdan qo'rqadigandek emas. Ha, o'zlasa meni ulardan qo'rqidi demdilar. Yo'qsa, men demakchi. Ha, o'zlar nima demakchi? Nima desizlar? O qozoq qizini uyimga akamay qo'ymayman. Birinchidan, o'g'lim Xomushbekka xotin kerak. Ikkinchidan, menga tejmal kerak. 2 yil avval bu Xomushbekning to'yini qilaman deb ko'p chiqim tortganligimni obdan bildilar. Bu menga bo'shanlik qilib, o qizni qochirib qo'ydi. Endi bu tayyor kelinni ekilib olmay bo'lamdi. Heppalle. Men bu bir dangalda 2 paxtak so'qaymikin dedim. Ha, qani, deb baqsalachi. Ahmad Axunimning so'zlaridan ma'lum bo'ldiki, o qozoq qizi Safar qulning uyidan o'likim chiqsa chiqdi, tirikim chiqmaydi debdi. Shundaqmi? Shundoq. Bo'lakli bir yomon nima ekan? Shundoq gaplarni qilganda ko'zlari bir qismini bo'lib ketdi. Men uning ko'ziga qariy olmay qoldim. Mana To'rg'am. Mubada o'zlar deganda qilsaq, yalanga suvdan qo'rqmabdi deb, o yaviqiz o'zini bir nima qilib olsa, bag balimizga xotinmi yo'q, o'zlarga tejmalmi yo'q bo'lib qolmamdi. Niyoz To'rg'a o'chki saqilini barmoqlariga o'rab, chiroqqa qaragan pedi jim o'ltirib qoldi. Ho'shir imom shuncha yillardan buyon o'z so'zining Niyoz To'rg'aga birinchi qitim ta'sir qilganligini ko'rib, ish-ishidan xushal bo'ldi-da, birini kekirib tashlab jim o'ltirib oldi. Ha, ens qanday qilamiz axunom? Ho'shir imom buningdan keyin To'rg'a har qanday ishda mendan nasihat so'raydigan bo'ldi degan xayol bilan teximi ko'ranglab mundaq dedi. Juma. Yiroq yaqindagilarning hammasi keladi. Namozdan keyin men Safar qulning uyida diniy islom shariatiga muxolif ishlar bo'layotganligini jamoatga jakarlayman. Ondan shariat nomidan fatvo chiqarib, o qozoq qizni yurtning beshi bo'lgan To'rg'amga topshirishni buyurayman. Andinza To'rg'amning uydimi
dini islom shariatiga muxolif bir noshayon ish bo'lib qolmasin uchun bu qizni darhol Xomushbekka nikoh qilg'izitish lozim deb fatvo chiqaraman. Jamoat gapimni anglaydi. Andinza o'zim jamoatni boshlab berib, qizni oldilariga akilib beraman. Qozoq deganmi musulmon. Andaq bo'lgandan keyin o qizmo shariat hukmiga rozi bo'ladi. Bundaqda zixmi ko'ymaydi, kavobmi ko'ymaydi. Buningga nima deyiladi o'rg'am? Voy axonam, Xudoyim umrlarini uzun qilg'ay. Bu aqlni nadimi topqanlar, ha? Hey, Xomushbek, hey, bu yangirchi. Bu ovoz bilan tang mehmonxonaning dolon eshigi tubida bir ayol kishining gavdasi g'ibla qilib qorong'uda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Mehmonxonaga tutash yon uydan ko'zini o'g'lab Xomushbek chiqdi. Qara seni. Helitin yetib olg'ile to'qimiding sen. Mang, ananga et, yerim tatib choy bersin. Birdandan keyin imomning rahmat hashqallisi anglandi. Ish bitganda tonni yopaman dexe. Pekirg'imo birer ko'nglaylik digor. Qondoq tutunaydigan jonigarga ko'nglaysan nima kerak? Dal shu chaqda Rabixon mo'maymo taladan kulib kirdi va xushalliqdan tili gapga kelmay ha deb ko'z yoshlarini surtatdi. Uydagilar hayron bo'lib bir-biriga qarashdi. Rabixon mo'may o'zini bir oz tutib olib gapni oshkoraladi. Ay qiz Rabixon mo'mayga atidan boshlab keliningiz bo'lay debdi. Hoşşara. Qene o aqlli qizim, mangliga birni so'yib qo'yay dedim. Og'riqning saqayg'iz kelsa, tevib o'z kilo degan shu. Bu tugishni yeyishning amalini o qizimning o'zi tepib emasmi? Onda qozonga mundoq cho'mish qilayli deganim shu edi. Endi Niyozdorga qanday qiladi ekan? Qani ko'rib baqayli. Saparqul xuddi tuyuqsiz bir g'oyib xazina uchrab qolganda, nima qilishini bilmay tingirqab qolgan kishidek jim o'ltirib qoldi. Uning qo'riq basqan shalang soqolliq yuzi bir xil xush tabassum bilan qaytib qolgandek ko'rinadi. Xudoga 100 ming qatli shukr. Bu oila qizimni beshimga toj qilib qissammi oz. Ammo hozirligimizning yo'qligidan bu qizimning oltin ko'ngliga pisand kelgudak ish qila olmay qolarimizmikin deb qo'rqaman. Onun ustiga bizning yurtda G'o'shir imomdan bo'lak kishi nikoh o'qiy olmaydi. Endi shuning oldiga borarmizmi? G'amima aka, nikohni o'zim o'qiyman. Qolgan ishlarni o'z yo'lida bo'lib ketar. Shundoq emasmi? Shundoq, ukam, shundoq. Balığa ayab qilgan bize hazırlıqımı ba. Barığa qiz haqdar, yo'qiga biz qarizdar. Keyin optan to'y qilib bermaymizmi? Men nerqi uyga ayla qizimning yeniga chiqay. Amanqul yerdan ustin qarmay jim o'ltiradi. Yuragining gupildab so'qishi o'ziga anglanayotgandek tuyuladi. Bu uning o'ngimi yoki tushimi? Quluq rastali shundoq gaplarni anglayotamdi. Bu pari qizni uyiga akilib, atsi dadasi bilan paranglashayotganda ko'nglida kechgan hiyliqi shirin xiyol ko'langisi bugun andros ish bo'lib qelayotamdi. Nima degan baxt. Mundaq baxt hammalik kishiga nisib bo'lavermas. Balki o'ziga mo hamisha kelavermas. Faqat birlik qaytim. Faqat mushu qaytimni kelgandir. To'xtichi. Oy qiz meni rostili yaxshi ko'rib qolganmidi? Yoki burnidan potlisi ermaydigan hiliqi Xomushbek degan nimadan qutulish uchun shundoq qilayotamdi? Yo'q. Undaq emasdi. Balki meni rostili yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa, ajab emas. Bo'lmasa, hiliq kuni Jumatayning pichqini menga beramdi. Tömür xalpining ovozi uning xiyolini o'sdi. Saparqul aka. Ata so'yg'idek bir nim bormi? Yo'q bo'lsa. Andaq bo'z yaxshikan. Ukam Amanqul. Sen atigandila do'stlaringga xabar qil. Saparqul akam qo'shnilar bilan mahallaning oqsoqollarini nikohchiga chillab qo'ysin. Dorg'ining odamlari kelguncha biz nikohchini ichib bo'p o'ltiramiz.
Ay qiz kechichi ko'z yummadi. Ravixon mo'mayga to'ydirmay bir muncha ko'z yeshi qilib oldi. Nemishqa yig'ilganini o'zimi bilmaydi. Fikr xiyoli xuddi dengizdek chayqaladi. Qiz o'ylaydi. Kashki shu yo'g'on qo'rsoq o'kurday mol dunyosiga ishinib uni so'ratmagan bo'lsa. Kashki to'ymug'ur dadisi molparastlik qilmay o'kurdayning elchisini quruq yondirgan bo'lsa. Yoki ashu mehribon onasi, ashu kamsuxan, muloyim ona qizchig'ida biror kambag'al molchiga tekkan bo'lsa. Yoki qiz shu uyda tug'ilgan bo'lsa. Bu kambag'al oila Jumatayni hech qachon ishkidan qo'g'ilib o'tmaydi. Eng yaxshisi o'zi turalmaganlar bo'lsa. Xuddi yilqi kuni Ravixon mo'may aytgandek, mushtumdek beshiga tog'dek ig'ir kunlar tushmaydi. Nima degan ko'rgulik bu? Kashki Jumatayga tekkan o'q o'ziga tekkan bo'lsa-chi. Yoki ko'zini yumib turib, yilqi pichoqni o'ziga birla urgan bo'lsa, nima degan yaxshi bo'ladi? Yo'q. Jumatay u pichoqni o'zinga soldab bermagan. Shundoq o'zinga soldab bermagan. U pichoq hozir o'z egisini topdi. Nihoyat to'g'ri. Xuddi Jumatayning o'zidek yigitning qo'liga tushdi. Shundoq turuqliq yana nemishqa yig'laydi? Nemishqa o'limni yod etadi. Saparqul degan buvay nima degan obdan? Uning yashang'irib turadigan ko'zlaridan doim otalarcha mehr shafqat, cheksiz kuyim yig'ib tursa. Ravixon mo'maychi xuddi onasining o'zi. Go'yo yaratgan Xudo bu qizga ikki ona ata qilgandek. Aman qul. Agnida yamoq chopon bilan teri shalvur. Ammo xuddi oltindan so'qilgandek yigit ekan. Nima degan nomuschan, ha? 3 oydan beri qizning ko'ziga biror qaytimi tikilib qaramaydi. Ammo yomon odamlarni ko'rsa, xuddi yo'lvosdek xirs qilib, yilpizdek etilar ekan. Yilqi kuni Niyoz Do'rg'ining elchisiga mushtangligini ko'rmamdigan. Bu qiliqlar bilan xuddi Jumatayning o'zila. Yana nima degan ko'ngil, insofli yigit. U Jumatayni o'z qarindishidek ko'rib, uning jasadini boshqadan yerlikka qo'yishga qanchalik samimiy kirishdi, ha? Bo'libmi, hozir nikohni qilib olib, Jumatayning yili to'shqicha bo'lak-bo'lak turib tursak desa, darhol ma'qul bo'lganini qarmamdigan. Boshqa bangbash yigitlar bo'lsa, bu shartga unarmadi. Nima degan oliyjanob yigit? Nima degan obdan odamlar? Bularning ko'ngli xuddi ashu sup-suzik tog' suyidek pokiz. Ular xuddi mushu nerin kir tog'larining qarg'aylaridek ulug'vor. Yana bu mahalladagi odamlar-chi? Xuddi bolalardek ko'ngil, sodda, mehmondo'st. Yot yurtdan kelgan bir musofir qozoq qizini o'z kishisidek qo'yniga oldi emasmi? To'g'ri. Mushu xalqning kelinchigi bo'lib, ular bilan birga yashash kerak. Billa. Mushunda qilsa, balki Jumatayning ruhi xush bo'ladi. Apirin Aysulu. To'g'ri yo'l tutding. Mening pichqinimni munosib kishining qo'liga berding. U va uning eli seni qo'g'daydi. Ko'z qarchiqidek asraydi. Uning bilan umrlik birga bo'l deydi balki. Ay qiz, ashunda xayollar bilan tongning qandoq etib ketganligini bilmay qoldi. Tong etish bilanla Saparqulning kigiz uyi oldida Niyoz Do'rg'ining mochisi Ro'zimat Jo'riq paydo bo'ldi. Uning ayoli Do'rg'ining uy tejimili edi. Akşam u ayolidan Do'rg'ining uyida bo'lgan yilqi gaplarni anglab, tong otqicha kirib qoqmay chiqibdi-da. Endi bu ishni xabar qilib qo'yg'ili kepti.
Rozimat Jo'riq atrofiga qarab, gapni tugatdan ketmoqchi bo'ldi. Uning gaplarini Temir xalpimi aniq anglab o'ltiradi. Do'stlikni bir qitim yetkizding, ukam. Shoh-shohning, gadoy-gadoyning qayoshi. Uyning mungizga ursa, to'y qisirqiraydi emasmi? Xo'sh, omon bo'linglar. Dedi Rozimat Jo'riq. Safar qo'li uni uzatib qo'yib, uyga sal g'amkin kirganda Temir xalpa mundoq dedi. Bu gapcha bugungi juma namozi kutsinishadigan namoz bo'ldi ekanda. Bu namozga cho'qim berish kerak. Ishing halol bo'lsa, to'rt ko'chada o'ltirib ich. Gaping haq bo'lsa, xonga qo'rqmay it deb ekan. Nima g'am yeysan? Bu yer yutqurlar seni xafa qilib qo'yurmikin deb da'vatman ukam. Gap-gapga kelganda otangdan qonma deb ekan. Bizmi bir nima deymiz? El jamoat bor emasmi? Shu kuni tushga qolmay, Nurul bovu boshliq mehmonlar uzab bo'ldi. Jamoat juma namoziga manganda Omonqulmi bir necha yaqin do'stlar bilan masjidga mangdi. Masjid taxminan 1,5 chaqirim yiroqlikda. Ya'ni Niyoz To'rg'ining mahallasida edi. Masjidga birer yuzak jamoat yig'ilgan edi. Birinchi va ikkinchi safga oq kigiz joy namozlar. 3-safdan boshlab tira va ba'zi yerlarga bo'ri selingan edi. Temir xalbi bilan safar qullarga 3-safdan o'rin tegdi. Niyoz To'rg'a yangi to'n kiyib, beshiga salli o'rab 1-safda. Dal mihrobning udulida o'ltirdi. Uning yenida pokiz kiyingan Xomushbek xirt-xirt qilib manqisini tortib o'ltirdi. Ularning o'ng va so'l taraflariga ko'pincha salilik kishilar, yana yurt cho'nglari joylashgan edi. Juma va peshin namozlari o'qilib bo'lishi bilan Hoshir imom oldirab o'rnidan turdi va bir ikki ig'iz arabcha ibora o'qib o'tgach, gilini qirib qo'yib gap boshladi. Jamoat, men bu masjid-i muborakning imomi bo'lish layoqitim bilan shuni jakarlaymanki, bizning yurtimiz Nerinkirda Janobi Rasulullohning muborak shariatlariga muxolif noshayan ishlar sodir bo'layotdi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abdurahim O'tkirning o'z nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. To'n kiymasam kiymay, bu qozoq qizining majrasidan qutuldim xo'p. Bu qizning nikohi o'qilib bo'lgan. O hozir Omonqulning halol jufti, Safarqulning o'z kelini. Ular meni halol juftimni o'g'irlagan ekan, bizmi arz qilmaymizmi? Kimga arz qilsan? Shoh maqsudmi?